eshitishni xohlamayman. Men Avazbekni ustidan ariza tashlayapman. Mana sizlarga haqiqat, cherishur behurmatlik qilyapti. Anora rasmini bitta videosini olib ber, ana opchayni boyaga nima yurganda tushirgan videolarni. Endi eshitinglar bo'ldi. Sal kamroq yozib turinglar iltimos sizlardan. Men hammalaringga javob bera olmayapman. Javob bermasam xafa bo'lib qolasizlar. O'shaning uchun tezlashmay turinglar-da, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu meni qizimning rasmi kelgandagi. Men nima uchun Avazbekdan xafa bo'lganimni mana hozir aytaman sizlarga. Qizlaring mana shunaqa ahvolda hech qachon hech kim ko'rmasin. Mana bu ahvolni ko'ryapsizlarmi? Qizimni shunday ochgan payti men buni ko'rganda men o'zi bo'larim bo'ldi. To'g'risi. Sizlar o'ylaysizlar hozir o'tiribdi, ko'zidan yosh chiqmayapti. Yo'q, ko'zimda yoshim tugadi meni. Lekin mana yurak bor-ku, ezilib ketyapti. O'ziga kelmayapti yurak. Men ochkinda bitta videoni qo'yib ber. Menga behurmatlik qilyapti. Qizim mana shunaqa ahvolni bilishsa, shuni chayib qo'yamiz. Hozir aka charchadim birpasdan molay, hozir chayman o'shani.